Reels'da 1 million prosmotr qilish ko'pchilik imkonsiz deb o'ylaydi, lekin ishonavering, imkonsiz degan so'zni o'zi yo'q. Shu vaqtgacha 2 yil ichida Reels bilan shug'ullanib kelgan bo'lsak, 300 milliontaga yaqin Reels'da ko'rishlar soniga ega bo'lganmiz. Oralarida 1 millionta bo'lgan bo'lishi mumkin, 2 millionta bo'lgan bo'lishi, rekordni 8 milliontagacha ko'rishlar soni bo'lgan bo'lishi mumkin. Va bu yerda eng asosiy ключевой показательlar bor. Aynan mana shu videoda ularni yoritib beraman. Shu paytga chiqib kelgan Reels'larimiz hech qanaqa blogerlarsiz, hech qanaqa targetlarsiz, hech qanaqa reklamalarsiz bo'lgan va ko'pchilik o'ylaydi, bu narsaning imkoni yo'q yoki qachondir Reels'da ko'p qo'yilganning hisobiga qaysi bir rekomendatsiyaga chiqib ketib qolgan va o'shaning hisobiga juda ham katta ko'rish soni kelib qolgan deb o'ylaydi. Aslida bu fikr juda ham xato. Reels'da o'zini ishlaydigan algoritm bor. Istalgan bitta videoni yukladingiz, birinchi 1000 ta odamga ko'rsatib ko'radi va tekshiradi. Ya'ni u 1000 ta odamdan nechtasi bu videoga qiziqish bildiryapti, nechtasi bu videoingizni 50% dan ko'proq ko'ryapti va nechtasi bu videoga like bosyapti yoki kommentariy yozyapti yoki hatcha bir shu videoda ko'proq qilyapti. O'sha narsani analitikasini o'lchaydi. Birinchi 1000 taga ko'rsatadi va 1000 taga qiziq bo'lgandan keyin keyingi 10 000 taga ko'rsatishga harakat qiladi. Undan keyin har 10 000 ta sizni prosmotringizni qo'shishni boshlaydi. Tushunishingiz uchun qaysidir etapda videongiz to'xtab qolishini hisobi o'sha keyingi qo'shgan 10 000 taga sizni videongiz o'sha zerikarli bo'lib qolayotgan yoki nimadir yetarlicha bo'lmayotgan yoki 51% dan ko'rishda soni kamayib ketayotgani hisobiga bo'ladi. Hozir bu narsani tushunish qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, video davomida bu narsaga chuqurlashamiz va keyingi yarim soat qanaqa Instagramda 1 million prosmotr yig'ish haqida to'liq sizlarga aniq ro'yxat bilan strategiya haqida gaplashamiz. Va bu strategiyada ishlatiladigan Xminddagi formatlar, undan tashqari Notion shabloni hammasini men Telegram kanalimda berib qo'yaman. Telegram kanal pastdagi link orqali ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Biz sizlar bilan gaplashgan birinchi 1000 ta odam ushlab qolish imkonsiz bo'lgan narsa emas va nechidir yil o'qishingiz kerak emas. Tushuntirib beradigan narsalarim o'zimizning tajribamizdan o'tgan 300 milliontaga yaqin Reels'da ko'rish soni qilganimizdan kelib chiqqan xulosalar haqida bo'lishaman. Shu vaqtgacha nima ish qilgansan o'zi deydigan bo'lsangiz, shu vaqtgacha bir nechta loyihalarni ko'tarib kelganmiz va 2 yildan beri asosan fokusimizni Reels'ga berib kelamiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, Ismoil One PC 1 yil oldin pashti boshlaganmiz, 10 oydan oshdi. 10 oy ichida biz bu proyektda pashti 400 taga yaqin Reels test qilganmiz. Shu akkauntni biz o'zi tushunib olganmiz. Nima qilsak bizda 1 million prosmotr yig'adi. Qanaqa mavzu qilsak bizda 100 ming tadan oshiq prosmotr yig'adi va o'sha algoritm bo'yicha hozir kungacha 100 ming ta obunachi yig'ganmiz va именно shu akkaunt orqali har oy продажаlar ketadi. Bekzod Ahrorov, trener. Bekzod akani biz qisqa 6 oy ichida 180 ming ta auditoriya bilan pashti trenerlarni 80% dan katta inflyuensga ega darajada qilib qo'yganmiz. Uni orqasidan onlayn trenirovkalar, offlayn trenirovkalarni sotib boryaptilar. Bizda bunga o'xshagan bir nechta misollar bor, который biz Reels'da orqali juda ham katta klientlarga natija qilib berganmiz va ular именно o'shaning uchun bizga katta summalar to'lashga tayyor va hozir kungacha ham kelib ishlab kelishadi. Reels o'zi nima? Reels'ni ko'pchilik o'ylaydi, bu syomka montaj. Istalgan videoni olib turib qo'yib yuboradigan bo'lsam yoki qanaqadir trendiy videoni olib qo'yib yuboradigan bo'lsam yoki yangi trendlar chiqqanda olib qo'yib yuboradigan bo'lsam, o'sha narsa Reels deb o'ylaydi. Va uni chiroyli montaj qilib qo'ysam, o'zidan o'zi chiqib ketadi deb o'ylaydi. Reels bu psixologiya. Nimaga o'zi Instagramni bizning Reels'imizdan uchirish qiziq bo'lishi kerak. Instagram asosiy daromad qiladigan joyi qancha ko'p sizga reklama ko'rsatadigan bo'lsa, shuncha ko'p pul topadi. Instagram asosiy zadachasi nimada? Ko'proq odamni o'zining ijtimoiy tarmog'ida ushlab qolish. Ko'proq odam o'zining ijtimoiy tarmog'ida, ya'ni Instagramda odamlar qolish uchun u ko'proq kontent berish kerak, odamlarga qiziq bo'ladigan. Va Instagram juda ham hurmat qiladi kontent kreatorlarni qachonki u zo'r kontent qiladigan bo'lsa. Ya'ni siz zo'r kontent qiladigan bo'lsangiz, zo'r odamlarga u narsani tushuntirib beradigan bo'lsangiz va uni zo'r narsa odamlarga yetkazib beradigan bo'lsangiz, Instagram sizni juda ham hurmat qiladi va sizni videolaringiz rekomendatsiyaga chiqish Instagram o'ziga ham qiziq bo'ladi. Instagram shunda ko'proq pul topadi. Siz zo'r prosmotrlar, zo'r axlatlarga xursand bo'lishingizdan qat'iy nazar, algoritm o'zi shuning orqasidan zo'r katta pul topadi. Va unga har doim qiziq, qachonki story content qiladigan bo'lsangiz, sizni 1 million, 2 million, 3 million kerak bo'lsa, nechidir million prosmotrgacha olib chiqish. Agar men o'rgatgan bo'yicha algoritmni qiladigan bo'lsangiz, istalgan Reels uchirsangiz bo'ladi. Boshida qisqacha qanaqa algoritm haqida ishlash tushuntirib berdim. Ya'ni misol qilib olaylik. Istalgan Reels'ni qo'ydik, istalgan Reels qo'ydik, Instagram qatdan tushunadi u odamlarga qiziqmi, qiziqmasligini. Bu yerda qisqacha matematik rashyot ketadi. Ya'ni bitta video qo'ydik, birinchi 1000 ta odamga ko'rsatadi. 1000 ta odamdan agar o'tda 500 bittasi qiziqish bildirayotgan bo'lsa, demak u gap qiziq. Lekin o'tda 499 tasi qiziqish bildirayotgan bo'lsa, demak u mavzuda nimadir xatolik bor. Chunki 50% dan ko'proq odam u narsaga qiziqmayapti. Demak Instagram oladi, tushunadi, to'shda bu zerikarli narsa va uni iloji bo'lsa trash kontentlar, ya'ni uchmaydigan kontentlar qatoriga ba'zisiga qo'shib qo'yadi va uni darsi rekomendatsiya qilmaydi odamlarga. Chunki Instagram bu ishlatuvchi foydalanuvchilarning vaqtini juda ham qadriga yetadi va ularga yomon, yoqmaydigan narsa chiqarishdan juda ham qo'rqadi. Chunki unaqa bo'laveradigan bo'lsa, ishlatayotgan odamlar boshqa ijtimoiy tarmoqlarga o'tib ketadi. 1000 ta odam ko'rsatdi misol uchun, 1000 tadan 500 bittasi qiziqish bildirdi. Keyingi ishi 10 ming ta odam ko'rsatadi. 10 ming ta odamdan ko'radi. Prosmotringiz 10 ming ta bo'lgandan keyin ko'radi. O'tda ham 5000, 100 ta odam qiziqyaptimi yo'qmi yoki 5000 hacha bitta odam qiziqyaptimi yo'qmi? Agar 5000 bitta odam qiziqayotgan bo'lsa, yana keyingi 10 ming tani beradi.
10 mingta, 10 mingta, 10 mingta, 10 mingta bilan 100 mingtaga chiqib qoladi. 100 mingtaga chiqqanda ham keyingi 10 mingtalik ketaveradi va 1 millionga chiqqandan keyin o'zi 100 mingtalik ko'rsatadi. Reelsiz 1 millionta prosmotr bo'ldi va qotib qoldi. Nimaga qotib qolganini показатель bu yerda keyin 100 mingtaga ko'rsatadi. 100 mingtadan o'zi o'tda 50 mingtadan ko'p qiziqish bildirmagani uchun o'tda qotib qoladi. Algoritm juda oddiy. Xuddi bor 10 ta o'rtog'ingizga bitta narsani aytib berasiz, 5 tadan oshiq qiziqgan bo'lsa, hatto 6-chi sal-pal qiziqgan bo'lsa, demak siz yaxshi narsani gapirib berdingiz. Agar o'tda 10 tadan 2 tasi qiziqish bildirayotgan bo'lsa, siz gapirayotgan gap ko'p odam kerak emas va ertaga uni katta masshtablashtira olmaysiz. Ya'ni algoritm sodda va oddiy ishlash formulasi xuddi shunaqa. Istalgan Reelsda bu narsa ishlaydi. Reelsda million prosmotr yig'ish uchun bizda aniq ketma-ketlik bor. Ya'ni birinchisi biz formatlarga bo'lishimiz kerak. Tushunib olaylik, to'shda biz Reels qilayotganimizda istalgan kontentni olib turib, yoki qayerdandir kontent ko'rib turib, voy bu kontent zo'r uchgan ekan, men ham o'zimni shuni olib moslashtirib olaman yoki voy bu kontent dahshat kirgan ekan, shuni o'zbekchaga shunday perevod qilib olaman, meni zo'r kontentim bo'ladi deb qila olmaymiz. Boshdan kelishib olishimiz kerak. Uzoq muddatda biz o'sha Reels orqali zo'r natija qilmoqchi bo'lsak, uni ketma-ketlikda qilishimiz kerak. Ketma-ketlik qanaqa? Birinchi o'rinda biz formatlarga bo'lib olishimiz kerak. 10 ta uchadigan formatlar bor, который biz o'sha formatlarni ishlatadigan bo'lsak, aniq katta axlatlar olishimiz mumkin va aniq katta prosmotrlarga ega bo'lishimiz mumkin. Formatlarni xos ko'rsataman, nechtadir loyihamizni ishlatib kelamiz va aniq uchadi. Bu yerda 50 format, savol-javob, ekspertning kontent, razvikatивный kontent va shunga o'xshagan formatlarimiz bor. Endi har bittasiga chuqurlashamiz. Qanaqa kontentda va qanaqa ideyada nima bo'lishi. 50 format. Ya'ni hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, istalgan yo'nalish 50 format bor. Bu nimadir mavzu haqida siz yoritib berasiz va o'sha mavzuda ketayotgan tema tepangizda ko'rinib turadi. Misol uchun aytaylik, hozir qanaqadir urushlar bor. Urush haqida gapirib berasiz, tepangizda urush kadri ketaveradi, pastda o'zingiz o'sha urush haqida tushuntirib berayotganingiz bo'ladi. Misol uchun bu narsani biz Ismoil One PC ga ishlatganmiz va ko'rsatadigan videoyim o'zi 1,5 millionta ko'rish soniga ega bo'lgan. Maktabda darsda o'ynasa bo'ladigan, hamma kompyuterda bo'ladigan bitta sayt. Hozir aytadigan saytimni sizdan ancha bekitishgan, uncha-muncha joyda buni reklamasi yo'q. Shu uchun ko'proq yengilliklar bilish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Bu saytda Minecraft, Rocket League, undan tashqari 100 tadan oshiq o'yinlar bor. Saytning nomi Unblocked. Birga o'ynaydigan o'rtog'ingizni kommentariyaga belgilab keting. Ya'ni bu videoda ham qanaqa o'yinlar o'ynash haqida 50 formatda tushuntirib berilyapti. Ya'ni nima haqida gapirilayotgani aytilyapti va qaysi o'yin haqida gapirilayotgani qo'shimcha kadrda ko'rsatib ketilyapti. Va bu yerda 57 mingta like va 1,5 million prosmotr. Ya'ni o'yin temasi o'zi qiziq, tan olish kerak, lekin ikkinchisi qanaqa o'yinlarni maktabda o'ynash uchun degan tema undan ham qiziq va imенно bu narsani ko'rsatib berayotganimizdan o'ziga ham bizda 1,5 milliondan oshiq prosmotr yig'gan. Amerikalik 13 yoshli qiz skilli uchun $64,000 ishlatib yubordi. Ekranda ko'rib turgan qiz adasini kartasini ulab onlayn o'yinlar, ya'ni Fortnite shunga o'xshagan o'yinlarga 64,000 pulga ishlatib yubordi. 64,000 pul qatga ishlatilgan deydigan bo'lsanglar, keyslar, skilllar, undan tashqari battle pass olib, faqatgina o'zini o'ylamagan, o'rtoqlariga ham gref qilgan. Uydagilar bank kartasiga qaramasdan e'tiborsiz yuraverishgan va o'zligini yonligida naqd pul tugagandan keyin kartaga qarashganda pul 0 bo'lgan. Agar sizni singlingiz yoki farzandingiz shu ish qilganda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu ayb bolada emas, ota-onada bo'lgan. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunaqa reaksiya video. Ya'ni $64,000 ishlatib olgan 13 yoshli qiz imенно o'yin yo'nalishida olib chiqib berib, uni storytell formatda aytib berganmiz, ya'ni odamlarga tushuntirib berganmiz va pastda imенно o'qigan ishlarni kadrlari ketyapti. 24 mingta like va 500 mingdan oshiq prosmotr. 50 formatda istalgan yo'nalishda ishlatsak bo'ladi. Va bu narsa odamlarga qiziq. 50 formatda hozir zo'r uchun eng asosiy sababi o'tda ikkita kadr bo'lgani uchun odamlar yo sizga qarash kerak, yo tepangizdagi kadrga qarash kerak va o'sha narsani o'zi e'tibor o'shab qolishga yordam beradi va tepadagi kadr ko'p alishadi yoki o'zingizni rakursingizni alishgan hisobiga ham bu narsa ancha odamlarga yaxshiroq kiradi. Ikkinchisi bor, bu savol-javob format. Savol-javob formatda bizda asrorga juda ham ko'p ishlatadi. Eng oson formatlardan bittasi. Istalgan yo'nalishda kontent qiladigan bo'lsangiz, har doim siz auditoriyangizdan keladigan savol-javoblar bor. Yoki misol qilib aytadigan bo'lsak, klientingizdan keladigan savol-javob bor. Sartarosh bo'lsangiz, "Oke, sochimni qanaqa jingali qilsam, sochim to'kilib ketmaydimi?" degan savol bor. Misol uchun bittasi kelyapti, ikkitasi kelyapti, 10tasi kelib shu savolni beryapti. Aniq o'ylayman, to'shda Instagramda ham xuddi shunaqa savollar berishadi. O'sha narsada qiladigan ishingiz o'sha savolni olasiz, o'sha savolga ochuvchasiga javob berasiz. Misol uchun bitta shu Asror aka videosini ko'ramiz. Qo'lingdan kelsa Instagramdan pul topishni tekinga o'rgat. Bo'ldi gap yo'q. Men maydalashib o'tirmayman. Primoy tadbirkorligi dars qilib beraman. 2026-yil qanaqa qilib Instagramdan o'zimizning xizmatimiz yoki mahsulotimizni zo'r va ko'p sotish mumkinligini bilmoqchi bo'lsangiz, yarim soatlik video darsi tayyorladim. Bu darslikni olish uchun kommentariyada 2026 deb yozsangiz,
bo'ldi. Qo'limdan kelgan bo'lsa, like bosib qo'yaverasiz. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa, Instagramda shu pul topishni o'rgata olaysanmi deb qanday savol kelyapti va o'sha savol yordamida boshqa jihatlar ochib berilyapti. Savol javob eng zo'r formatlardan bittasi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, o'shanda siz auditoriya bilan nisbatan ancha yaqinroq bo'lasiz. Odamlar sizga savol berishga har doim qiziqadi, odamlar sizga obuna bo'lishga kuzatadi va odamlar sizni keyingi videolarni ko'rishga har doim interesi bo'ladi. O'shaning uchun savol javob formatida ham istalgan yo'nalishda ulasangiz bo'ladi. Uchinchi format bizda ekspertniy kontent. Ekspertniy kontent har doim bizni mutaxassisligimizni ochib beradigan format. Men sohani yaxshi bilaman, lekin men yaxshi bilishimni odamlarga ko'rsatishim kerak. Men zo'r xirurgman, lekin odamlar bilmaydi men qanaqa operatsiya qilishimni, men nimalarga e'tibor berishimni, men qanaqa toza ishlashimni, men qanaqa klientlarga e'tibor berishimni, ya'ni qanaqa operatsiyalar menda muvaffaqiyatli bo'lgan, 10 ta operatsiyamdan 10 tasi muvaffaqiyatli bo'lganini odamlar bilmaydi. Va biz ijtimoiy tarmoqda qilishimiz kerak bo'lgan narsa, agar u haqiqatan sohada zo'r mutaxassis bo'ladigan bo'lsa va uni biz xizmatini yoki qanaqadir seansini yoki nimadir sotmoqchi bo'lsak, biz ekspertlik tomonidan ko'rsata olishimiz kerak. Kim u, nima u, qanaqa natijaga erishyapti, nimalar erishgan, qanaqa ishlaydi, o'sha narsalarni ko'rsatib berishimiz kerak. O'sha jihatida bizda ekspertniy kontent yordam beradi. Misol uchun oxirgi qilingan videoyim 2 millionta prosmotrilgan va bu yerda qanaqa akkauntni hech kim kerak emas bo'lgan holatdan to'g'ri upakovka qilishni o'rgatganman. Prosta oddiy elementarniy sohadagi narsa. Hech kimga kerak emas Instagram akkauntingizni 4 ta qadam bilan hamma qidiradigan akkauntga aylantirsa bo'ladi. Birinchi qadam nickname'da. Bizda juda ham uzun bir bolali yozib tashlashadi. Iloji boricha ismingiz yoki sohangizga aloqador bo'lgan narsani bu yoqqa yozishingiz kerak. Ikkinchisi avatarkangiz. Avatarkada bunaqasiga turgan rasm emas, iloji boricha kameraga to'g'ri qaragan va iloji bo'lsa bo'yningizdan tepa yuz qismingiz ko'rinishi kerak. Nimaga? Odamlar sizni o'sha bilan eslab qoladi. Keyingisi email degan joyiga nima yo'nalishda ishlashingizni yozishingiz kerak. Ismingizni qaytadan nicknamingizni yozishdan o'ta foyda yo'q. Shaxsiy brend bo'lsa, shaxsiy brend deb yozgan yaxshiroq. Va pastda opisaniyada odamlar nimaga sizni kuzatish kerak, qilgan rezultatlaringiz va sizga qanaqa aloqaga chiqsa bo'ladi. Mana shu narsalarni yozadigan bo'lsangiz, akkauntingiz 4 ta qadam bilan hammaga qiziq holatga kelib qoladi. Agar kontent bo'yicha ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, blogimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. 2 millionta prosmotr bo'lgan va bitta mana shu videoni o'zidan 10 mingta auditoriya kelgan. Keyingi video bor, 433 mingta prosmotr bo'lgan. Mahallada zo'r Navoiy bor. Nonlarni ming so'mdan yopadi. Lekin ertalabdan kechgacha har bitta yopgan nonni olib ketishadi. Shunda bitta odam kelib aytgan, nima qilasan ertalabdan kechgacha qo'pol qilib eshikda ishlab, bundan ko'ra kelmas, ming so'mlik noningni 5 ming so'mga ko'tarib qo'yaylik desa, "Yo'q, to'xta, shoshma. Hozir men uni 5 ming so'mga ko'tarsam, mendan klientlarim xafa bo'ladi, norozi bo'lib qoladi. Men tanishlarim ular mendan har kuni sotib olishadi. Men klientlarni yo'qotib qo'yaman, ishimni yo'qotib qo'yaman" deb juda ham ko'p qo'rqadi. Lekin o'ylab o'sha nonni va 1000 so'mlik nonni 5 ming so'mga narxini ko'taradi. Ko'targandan keyin klient tushadimi? Tushadi, lekin o'sha kam klient uni butun ertalabdan kechgacha sotayotgan ob'emini ko'tarib beradi. Bu bilan nima demoqchiman? SMMda, shaxsiy brendda hali ham 1,5 ming dollarga arzon proyektlar bilan ishlab yurgan bo'lsangiz, vaqti keldi narx ko'tarishga. Bo'lmasa, xuddi o'sha etapda hammani o'ylab qolib ketaverasiz. Narx qanaqa oshiraman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, kommentariyada minus belgisini qoldirsangiz, men sizga qimmat sotish bo'yicha 40 minutlik darslik bor, o'shani linkini tashlab beraman. Mutaxassislar bizning media sohasi ichida narxini oshirish kerak, qachongacha arzon ishlab yuradi degan narsa bo'lgan. Endi o'ylaylik, ya'ni men buni ekspertni yetkazib berishim kerak va bu narsani qanaqa qiziq qilib yetkazib bersam bo'ladi. Agar men videoni boshidan o'zi narxlarni ko'taringlar, mutaxassislar 1000 dollarga ishlamanglar, 1,5 mingga ishlamanglar desam, katta ehtimol bilan hech kim ko'rmagan bo'ladi. Ammo uni nima qilishim kerak? Men birinchi o'zi asosiy sadacham umumiylashtirishim kerak mavzuni. Mavzuni umumiylashtirish uchun men spetsialniy Navoiy misolida olganman. Navoiy hamma biladi. Har kun hamma non oladi. Bo'ldi, aytaman. Navoiy agar har kuni 1000 so'mdan non tarqatyapti, uni ertaga 5000 so'm ko'tarib qo'yganda nima bo'ladi? Klientlar kamayadimi? Kamayadi. Lekin klientlar kamaygani hisobida ham baribir sotib oladigan odamlar ana 1000 so'mdan sotayotgan vыручкasidan ko'proq vыручка olib kelib beradi. Aytaman, sen ham agar mana shunaqa qilishni xohlamasang, men senga darsga tayyorlab qo'ydim, menga obuna bo'lganda kommentariyada minus qoldirdim. Odamlar minus qoldirganning hisobiga 433 ming marta ko'rilgan va o'sha bu yerda 700 taga yaqin auditoriya olib kelgan. Bizda razikatsiyaviy kontent kengisi, razikatsiyaviy kontent bizga qachon kerak bo'ladi? Odamlar bekorchilikdan ko'radigan kontentlarni ham biz monetizatsiya qilsak bo'ladi. Qachonki bizda zo'r massiv produktlar bo'ladigan bo'lsa, xrustyashki, kireshki yoki chips mana shunaqa brendlar bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r to'g'ri keladigan format razikatsiyaviy kontent. Chunki o'tda bizda maqsadli auditoriya hamma. Ko'lani kim ichadi? Hamma ichadi. Yosh katta ham ichadi, kichkina ham ichadi, o'rtadagi odam ham ichadi. Energetik kim ichadi? Asosan yoshlar, 30+lar, ya'ni kerak bo'lsa yosh kattalar ham ichadi. Ya'ni o'tda ham, bu yerda ham bizda hech qanaqa ограничение yo'q va o'shaning uchun biz razikatsiyaviy kontent qiladigan bo'lsak, bizda auditoriya juda ham katta bo'lganini hisobiga katta prosmotr va katta natijalar olsak bo'ladi.
Ulardan eng zo'r misol, men o'zim mazza qilib tomosha qiladigan blogerlardan bittasi Rossiyada Mixail Litvin. Что хочу вам сказать здесь, пацаны, будьте постоянно на суете, на стреме будьте, постоянная суета. 6 milliontaga yaqin prosmotr va bu videoda hech qanaqa ma'no yo'q. Prosta развлекательный kontent, odamlar e'tiborini ushlab qolish uchun kontent va bu yerda eng asosan fokus berish kerak bo'lgan narsa Lit Energy, ya'ni o'zini energetik bankasini reklama qilib ketyapti va har bitta profilga prosta o'zingiz uchun kirib ko'ringlar. Har bitta qotgan ishida o'zini brendini reklamasi bor. Ya'ni Mamatda yangi chiqadigan o'zining hudilari bor, o'tda reklama qilyapti. Bu yerda o'zini Lit Energy'sini reklama qilyapti. Bu yerda Guinness rekordini qo'ygan, to что stadion tepaga ko'tarib turib futbol o'ynagan va parashutdan sakragan. O'sha yerda ham Lit Energy kiyimini kiyib olgan. Mamatda sakrashdan oldin Lit Energy ichgan. Ya'ni har bitta kontentida katta axlatlarning orasida o'zini produksiyasini odamlarga aytib turadi. Boshqachasiga bu produksiyani Instagramda chiqib turib, kommentariyada minus qoldirsangiz, men sizga dastavka qilib beraman deb sotilib bo'lmaydi. Ya'ni bu produktlar magazinlarda juda ham katta. Agar bozorda jihatidan ko'proq odam taniydigan bo'lsa, ko'proq odam sotib oladigan bo'lsa, bu produktni sotib olishadi. Bu produkt sotib olsa, bu Mixail Litvin ya'ni ko'proq daromad topadi va именно shu formula bo'yicha ishlaydi. Yoki keyingi misolim Mr. Beast, YouTube'dagi eng katta blogerlardan bittasi. Ya'ni buni asosan qiladigan ishi faqatgina развлекательный kontent. Ya'ni odamlar qilishga qiynaladigan, odamlar o'tadigan testni qilib beradi. Yo'lchida shunaqa kontentlari bor, magazinga olib kiradi, odamlarni aytadi: "Men deysan korzinka, men senga 1 minut vaqt beraman, korzinkani ichiga nima sotib olsang sotib olaman" deydi. Va orasida Feastables yoki shunga o'xshagan shokoladlar bor, o'shalarni reklama qilib o'tib ketadi. Mr. Beast 85 millionta Instagramda, YouTube'da почти bir nechidir millionta auditoriyasi bor. Uni kontentga qiladigan xarajatlarini yoptirib, reklama olishi qimmat bo'lganini hisobiga u o'ziga produksiyalar chiqargan, который mindsetda qilsa bo'ladigan. Shokolad chiqazdi, hozir qanaqa IT proyektlar qilyapti, shunga o'xshagan loyihalar bilan u kattaroq daromad topadi. Nimaga? Massiv nechidir millionta ko'radigan auditoriyaga kontent qiladi va kontent orasida shokoladni aytib turadi. Va qachonki siz magazinga borganingizda o'sha shokolad podsoznательный xayolingizda bo'ladi va o'sha yerda sotib olasiz. Sotib oldingiz degani bu o'zi Mr. Beast cho'mchagiga pul tushdi degani. O'shaning uchun развлекательный kontentlar, qiziqarli kontentlar har doim bo'ladi, zo'r kiradi. O'zbekiston holatda mitti vaylarni o'quv markazi ochib ko'ryapti. Men u yerman, agar ular kontentini imminni qanaqadir suv chiqaradigan bo'lsa, qanaqadir kelishga chiqaradigan bo'lsa, uni auditoriyasi juda ham massiv katta pul olib keladi. Uni auditoriyasi mos keladi. Любой kontentning orasida kelishga reklama qilib ketsa bo'ladi. Bizda развлекательный format qachon zo'r kiradi? Qachonki bizda produktimiz hammaga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shandagina bu rubrikani qo'shsak bo'ladi. Keyingisi eksperiment rubrika. Shunaqa mahsulotlar bor, bizni urib deb ko'rsatib berishimiz kerak yoki qanaqadir holatda ko'rsatib berishimiz kerak. O'sha mahsulotning mohiyatini ochib berish uchun. Bizda Rivali degan proyekt bo'lgan, custom shim sotganmiz. Custom shimni bizni g'ijim bo'lmasligini ko'rsatib berish uchun har xil eksperiment qilib ko'rganmiz. Eksperiment asosan qilingan zadachasi nima bo'lgan? Custom shimni qattandir olib chiqish va u rostdan haqiqatan g'ijim ushamasligini bizni real misolda ko'rsatib berishimiz kerak bo'lgan. Menda g'oya kelgan qanaqa? Custom shimni bizni bukulaylikda qovunni ichiga tiqaylik, qovunni bagajdan shunday olib tushganini ko'rsataylik va mashina bosib o'tib ketsin. Bosib o'tib ketgan o'zida ichidan oladi, kostyumni kiyib ko'rsatadi va oxiridan butun O'zbekiston bo'yicha xarid qilmoqchi bo'lsang, bizga aloqaga chiq degan narsa beriladi. Va o'sha videomizdan o'zi 1 million prosmotr bo'lgan. Voy, beparosa. Mayli, reklama qo'ra qolamiz. Okey, g'ijim shimmi, kostyum shimmi kuzgi variantlari yetib keldi. Odam usti qanaqa turishini kiyib ko'rsatib beraman. Ko'rib turganinglardek, material umuman g'ijim shimmagan. Shuncha payt qovun ichida turgan. Yana mashina bosib o'tganda ham harakatsiz umuman diskomfortni bermaydi. Ichimizdan koreyskiy amerikanka, oyog'imizga koreyskiy oyoq kiyim kiyganmiz. Общий ko'rinish, ideal ko'rinish bo'lgan. Aynan bu ko'rinishimiz narxni qiziq bo'lsa, kommentariyada pul qoldiring. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamizdan ishladi. Okeylar, ko'rib turganinglardek, qovun ichini yaxshilab yeganmiz. Yeb bo'lganimizdan keyin po'chog'ini qo'yliga beramiz, ko'rsatamiz. Bah. Oh. O, appetitni. Ko'rdinglar, u olib bo'lmadi. Va mana shu videoning orqasidan adashmasam bir kun o'zida 50 tadan oshiq kostyum shim chiqqan. Kostyum shim o'rtacha narxi 3 million so'm. 3 million so'mlik kostyum shim xuddi shunaqada ketgan. Yo'kida yana bitta xuddi shunaqa video qilishdi. Buni biz qilib berganmiz. Bizdan keyin o'ziga qilishdi. Tepadan tashlab ko'rishdi. Nima tushyapti tepadan? Okeylar, mana nimaligini qarang. Voy. Duykami? Materiallarni bitta kiyib ko'rsatib beraman. Odam suturni bitta ko'ring. Materialni yaqindan olib kiyib ko'rsatib bergan, mana buni qarang materialni.
qanaqa depalidan tushyapti, umuman g'ijim ushlamagan. Ichimizdan ba'zi futbolka, oyoq kiyimiga ahamiyat berasiz. Oq bilan bej kombinatsiya bo'lgan. Общий ko'rinish ko'rib baho bering. Aynan bu ko'rinishimizdagi dvoykalar narx-navos qizib bo'lsa, kommentariyada pul qoldiring. Aytgancha, Telegram kanalimiz silkasi narxini ham bilib olsangiz bo'ladi. Bular soni chegaralangan, revandida xarid qilishga ulgurib qoling. Istalgan mahsulotingiz agar sotadigan bo'lsangiz, eksperiment ko'rsatadigan juda ham yaxshi mahsulot bo'ladigan bo'lsa va qanaqadir zo'r plus tomoni bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani qilsanglar bo'ladi. O'shanda bu kontent ancha sizlarga mos keladi. Keyin kontent shaxsiyatni ochish. Ya'ni agar biz kurs sotadigan bo'lsa yoki odamlarning ishonchiga kiradigan bo'lsak, bizda shaxsiyat ochish kontenti обязательно bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Biz Instagramda kimlarga ko'proq ishonamiz? Qachonki biz uni zo'r tanishga ishonamiz. Zo'r tanishishimizning ikkita показатель bor. Birinchisi biz kontentni odam yaxshi tanishimiz kerak, ikkinchisi biz storiesni yuritish kerak. Kontent hozir haqida gaplashayotganimiz uchun kontentni biz odamning shaxsiyatini, shaxsiy fikrlarini, shaxsiy qarashlarini, o'zidan o'tgan narsalarni biz agar bo'lishib beradigan bo'lsa, bizda nisbatan ishonch yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun aytaylik, o'zim qilgan kontentlarimdan bittasi oxirida почти 1 milliontaga yaqin prosmotr yig'gan, mashina olganim haqida qo'ygan. Birinchi mashinam K5 bo'lganda, birinchi 18 yoshda olgan mashinam K5 bo'lganda, K5 ni olishimdan oldin men Sparkga rozi bo'lgan odam edim. Ya'ni Spark olsam, uni ham Nasiyaga olsam, mendan hayot go'zal, eng zo'r o'zbekman degan narsa bo'lardi. Nima bo'lgan? Keyin bitta odam, ustozim, Humoyinchi masalan K5 olganlar, o'tiribman deb ichimdan emotsiya o'tyapti. Ustozim-ku deyapman deb, prinsip, lekin oldilar-ku deyapman. Ya'ni olsa bo'lar ekan-u. Mana o'tirdilar, Nosirga tipa aylantirib kelaman dedilar. Men u paytgacha Innomarketda yurmagan bolaman. 18-17 yashar bola edim u paytda. Bo'ldi deganman deb, anaqa dedi. Haligacha esimda edi. Qachon bo'lgan? Mayda bo'lganda, mayda olganlar, adashmasa may oxirroq edi. O'tirganman, ya'ni tez bosib haydaganlar, ichimdan o'tganda, olaman xudo xolasa deganman. Mana shu yil olaman, olmasam bo'lmaydi deganman deb. O'sha kuni ham kechasi bilan uxlolmay chiqqanman. Qanaqa olsam bo'ladi? Savol katori, mana 18 gruba gara o'sha payt 2000 toparmadim iyun oyiga. Qanaqa mash K5 olsam bo'ladi? Bo'ldi, o'tirdim, o'yladim, kechqurun o'yladim, keyin aytaman. Bo'ldi, no'ma, matematikasini chiqarib, nechta klient olishim kerak, nima qilishim kerak, qanaqa sotishim kerak, nimaga fokus berishim kerak, ya'ni mas'uliyat bo'lishi uchun challenge qilib Instagramga olib chiqaman dedim. Har bitta narsani propisat qildim deb, bu 90 kunda olaman deb, 90 kunda ololmagan sabab avtosalon yakshanbaga to'g'ri kelib qoldi. Pul o'tmadi. 91-kuni olib chiqdim-da. Shaxsiyatni, shaxsiy fikrlaringizni olib chiqsangiz bo'ladi, klientingiz shaxsiy fikrlarini olib chiqsangiz bo'ladi, yoki o'zida o'tgan istoriyalarni olib chiqsangiz bo'ladi, yoki qiziqarli narsalarni olib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun biz bundan tanishtiruv video ham qilganmiz. Iskandar aka degan klientimiz bor. Nasiya savdo bo'yicha ishlaydigan odam va birinchi videomizning o'zi 100 mingta prosmotr yig'gan. 90 ming dollarlik furada tovarlarni yo'qotib qo'ygandan keyin hayotim ko'z oldimga qorong'u bo'lib ketgan. Lekin hayolimga uchiga ham kelmagan o'sha voqea meni 1 million dollardan oshiq kompaniya qurishimga yordam berishini. 2023-yilda yaqin o'rtog'im xato qilib furalarni olib kelishda adashib 90 ming dollarlik tovarni yo'qotib qo'yganmiz va o'sha vaqtda katta stress va og'riqli vaqtlar o'tgan. U ishdan ketdi, Malikada ishlashga bir odam sherikchilikka chaqirdi. 10-15 kun ishladik, lekin sherigim ishga chiqmay qo'yavering deb to'g'ri tushuntirib yubordi. Ish yo'q, qo'lda pul yo'q, tanishlar yo'q. O'sha vaqtda jentram bo'lardi. Uni 10 ming dollarga sotib olib, birinchi ishimni Xorazmda boshladim. Lekin 30 ming dollarga yaqin qarz bilan yopdim. Dubayga ishlagani ketdim va o'sha yerda yaqin akam bilan kelishib birinchi investitsiyam 50 ming dollarni oldim va telefon oldi sotisi bilan shug'ullanishni boshladim. Oradan 2 yil o'tdi, Alloh shunaqa baraka berdi. Hozir telefon Nasiya do'konimiz va Dyson yo'nalishlarida bozorda top o'yinchilar qatoridamiz va aylanmamiz qisqa muddatda 1 million dollardan oshdi. Blogimni Nosir bilan yuritishni boshladim. Bu tepada sherikchilikda kuyganlari, orada Malikada qancha yedirib ketishgani va o'zim o'tgan tajribalarni bo'lishib boraman. Shunga sahifamizni kuzatib boring. Haqiqatan o'zi o'tgan istoriyani shaxsiyat ochish formatida olib chiqib berganmiz va har bitta kadrga mos raskadirovka qilib turib, syomkali blokatsiyalargacha shunaqa e'tibor berib olganmiz. Ya'ni bu ham shaxsiyat ochish formatiga kiradi. Keyingisi solishtiruv formati. Solishtirish deganda bitta narsa bilan ikkinchi narsani solishtirsangiz bo'ladi. Bu juda ham farqi yo'q. Qanaqa misolda bo'ladi? Ya'ni bizda Risolat degan anaqa vizachi klientimiz bor. O'shanga yaqinda bitta videomizning o'zi 2 millionta prosmotr bo'ldi. Bu yerda o'zbeklarni yomon ko'radigan anaqa davlatlar haqida gapirganmiz. Ya'ni bu ham bitta solishtirishga kiradi. Ya'ni o'zbeklarni kimdirlar bilan solishtirish, produksiyalarni bir-biri bilan solishtirish, nimadir xarakter bir-biri bilan solishtirish, hammasi anaqaga kiradi. O'zbeklarning pasportini ko'rganda ensasi qotadigan 3 ta davlat. Birinchisi Dubay. Xabaringlar bor, oxirgi bo'lgan ishkaldan keyin o'zbeklarga proverka yana ham kuchaygan. O'zbek pasportlarini ko'rganda o'sha shubha bilan qarashni boshlashdi. Ikkinchisi Malayziya. Malayziya aeroportida o'zbekistonliklar uchun alohida chiqish joyi bor. Ulardan ko'proq proverka talab qilinadi. Uchinchisi Turkiya. O'zim guvohi bo'lganman. U yerda pasport kontrolida lentadan o'tilayotganda arab xotin lentani ko'tarib qo'ygan va uni orqasidan o'tgan 3 ta o'zbek xotin
ham ketidan borgan. Arab xotinga turgan gapki kulib, chiroyli muomala qilib, pasport kontroldan o'tkazib yuborishgan, lekin orqasida turgan o'zbek ayollarni ko'proq bosim o'tkazib, ularga ko'proq savollar berishgan. Sizni pasportingizni qaysi davlatda ko'rganda ensasini qotirishgan? 2 milliontaga yaqin prosmotr bo'lgan o'sha solishtirish videomiz yokida xuddi shuni tennis proyektimiz bor, Islom aka, ularda ishlatganmiz. Ularda ham 1 milliontadan oshdi. Xitoyliklar bilan tennis sanaqasini farqini tushuntirib berganmiz o'zi. Islom aka, nega mana bu xitoyliklar raketkani mana shunaqasidan ushlab olib o'ynaydi? O'zi ko'p ko'rdim, hammasi shunaqa o'ynayapti-da. Qarang, o'zi stol tennisida har xil yo'nalishda sportchilar bor. Kimdir standartni o'ynaydi, napadeniyada mana bunaqa o'xshab, kimdir himoyada o'ynaydi va kimdir perom o'ynaydi. Endi perom o'yinchilar u peraviklar deb aytiladi. Xo'p, endi ruchka, aynan taxtalarni ruchkasiga keladigan bo'lsak, 4 xil yo'nalish bor-da. Qarang, FL tushunchasi bor. Mana vognutый xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi ruchka. Mana shundan tepadan bundoq pastga tushadi, yubkaga o'xshab. Endi ST degan ya'ni botda dars tushuntirib berganlar, 1-2 million prosmotr bo'lgan. Botda ham solishtiruv ko'p videolar bor, которые eng kamida 200 ming, 300 ming, 100 ming plus axvatlar yig'gan. Solishtiruv formati qachon zo'r keladi? Qachonki siz nimadir mahsulot sotsangiz yoki xizmat sotsangiz, solishtirib berish uchun zo'r format keladi. Masalan, mana olib chiqsam bo'ladi. Nimaga biz ham 5000 dollardan olib ishlayapmiz? Nimaga kimdir 1,5 dollardan ishlayapti? Ular nima qilyapti? Biz nima qilyapti? Solishtirib olib chiqsak bo'ladi. Yoki buxgalteriyada olib chiqsak bo'ladi. Nimaga men buxgalteriyaga 10 million uslugaga olaman? Nimaga uni 1 million so'm oladi? Tushuntira oldim. Ikkita tomon mas'uliyatni olib chiqib bersak bo'ladi, holatlarni olib chiqib bersak bo'ladi. Yoki nimaga men planshetdan 1000 dollarga sotaman, kimdir 800 dollarga sotyapti. Nimaga men iPhone'ni 1,5 ming narsaga beraman, kimdir 1800 narsaga beryapti. Farqi yo'q. Istalgan narsa mana shu solishtirib olib chiqsa bo'ladi va har doim bu narsa odamlarga qiziq. Keyingisi bor face to camera, ya'ni kameraga primoy qarab gapirish. Bu yerda odamlar juda ham nimadir vajniy narsa haqida gapiryapti deb o'ylaydi va sizni berilib eshitadi. Masalan, bunga bizda zo'r misol bor. Komil inson asosan qiladigan format xuddi shunaqa, nimadir mavzu haqida gapiradi va har doim ahamiyat beradigan bo'lsanglar, yo kameraga qarab gapiradi yoki juda ham yuzi yaqin bo'ladi. Nimaga? O'sha berilayotgan informatsiya hissiyotini yaxshiroq qabul qilinishi uchun. Hayot qisqa. O'xshamay turgan ishdan voz kechishingiz mumkin. Hattoki bormasang uyat bo'ladi degan qarindoshingiz to'yiga ham bormasangiz bo'ladi. Chunki hayot juda ham qisqa. Qiziq bo'lmagan kinoni yarimidan to'xtatishingiz mumkin. Kitobni bo'lsa yopishingiz. Noqulay oyoq kiyimni og'rig'iga chidashga majburmasiz. Noqulay odamlarning suhbatlariga ham. Talashish, urushish, bahslashish bularni hech qaysi siz uchun emas. Bu abadiy yashaydiganlarning ishi. Bu yerda o'sha fikrlarni tushuntiradi. Ayol kishi nohaq bo'lsa ham erkak uzr so'rash kerak deydigan ayollar bu namunani otalaridan ko'rganmikin? Aybni tan olishni muammosi yo'q agar u bo'lsa. Lekin muammo uzrni talab qilib olishinglarda. Ya'ni bu rubrika bizda qachon zo'r ishlaydi? Qachonki siz qaysidir fikringizni zo'r yetkazib beradigan bo'lsangiz, qachon kameradan qo'rqmaydigan bo'lsangiz va qachonki siz nimadir mavzu, dolzarb mavzuni olib chiqmoqchi bo'lsangiz yoki sohadagi qaysidir mavzu ichingizdan o'tib ketganini gapiradigan bo'lsangiz, juda ham zo'r ta'sir qiladi, juda ham zo'r ishlaydi, juda ham zo'r format, lekin hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Minusi. Chunki unga xarizma kerak, unga ozgina bo'lsa ham kamera bilan ishlashni biladigan odam kerak. Qolganlarni nisbatan qilsa bo'ladi. Keyingisi syujetniy format. Bitta bloger bor, Sardor degan. Oxirgi payt ko'rdim, mana Insta seriallar qilishyapti, Instani olib chiqishyapti va o'sha hisobda 8 taga yaqin serial qilishgan. Har bitta serialning prosmotri 1 milliontaga yaqin va uni bir nechta qismlarga bo'lgan. Har bitta formati darsini 1 million, 1,5 million juda ham katta axvatlar yig'yapti va hozir Instagramda tendensiya syujetniy videolarga o'tadi. Syujetniy video nima? Biz kino ko'ramiz, qanaqadir seriallar ko'ramiz, qanaqadir kattaroq roliklarni ko'ramiz va endi uni tendensiyasi Instagram Reels'ga o'tadi. To'g'ri, unaqa 2 minut bo'lishi mumkin, 3 minut bo'lishi mumkin, lekin xuddi shu kinoda tushuniladigan smysllarni biz Instagramda olib chiqib bersak bo'ladi. Qisqa syujetniy formatda va bunga bizda bir nechta misollar bor. Sardor Go qiladi, Replay Team bor. Replay Teamlar juda ham zo'r narsa qiladi. Ya'ni, qaynona haqida olib chiqadi, ota haqida olib chiqadi, qarz haqida olib chiqadi, sherikchilik haqida olib chiqadi, ayol haqida olib chiqadi, farzandni ayrilgan haqida olib chiqadi. Ya'ni har xil mavzuda qisqa metrajli kinolar ishlashadi va unaqa formatlar har doim odamlarga qiziq. Hozir abetlanib sana oldinga o'taman. Normalni yursang bo'lmaydimi? Men o'zimni yo'limda yuribman. Boring. Daran. Hoppa! Chiroyli ekan. Uzr, qizlar ketishim kerak. Yaxshi qiz, to'xtang. Boy kirishingiz bilan ahamiyat berdim. Chiroyli qiz ekansiz. Instagramingizni bering. Luboy bola oldimga kelib Instagramimni so'rasa, beraveradigan qizga o'xshamaymanmi? Men u ma'noda gapirmadim-ku. Xayr. O'xshamadimi?
Ayyo. Ustamisiz? Keyingi oxirgi formatimiz bor, bu storytell. Ya'ni o'tirib siz nimadir haqida gapirib berishingiz. Misol uchun olaylik, istalgan o'rtog'ingizga boringda, bilasamki nima bo'ldi, siz har doim sizni og'zingizga qarab turadi. Chunki nimaga yani? Har doim u tema qiziq va Instagramda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Odamlar qachonki men sizga bunday kameraga qaramasdan bu yoqqa turib qarab gapiradigan bo'lsam, u tema har doim qiziq bo'lgan bo'ladi va u har doim storytell mavzusi haqida ketayotgan bo'ladi. Storytell rubrikasi haqida ketayotgan bo'ladi. Va bunga masalan yaqinda boshlagan klientimiz bor. Eng zo'r uchadigan formatlar asosan buni syomkaga chaqirib faqat gaplashamiz. Gaplashganning eng zo'r uchadigan formatlari fikrlari bo'ladi. Misol uchun eng zo'r usuli pulni ko'paytirishni Ali roziyallohu anhu bir gaplari bor. Islom kelishidan oldin pulni ko'paytirish uni to'plashda deb bilardik. Islom kelgandan keyin bilsak, uni ishlatishda ekan. Nima degani? Dinimizda qoida bor. Kim nimani infoq qilsa, shu narsa ko'payadi. Kuchini ko'paytirmoqchimi? Kuchi bilan kimgadir yordam bersin. Farqi yo'q, nima ish bo'lsa ham. Pulini ko'paytirmoqchimi kimdir? Pulini infoq qilsin, puli ko'payadi. Ilmi ko'payishini xohlayotib, bilimini kim bilandir ulashsin, shunda ko'payadi. Kim nimani ko'paytirishni xohlasa, shu narsani infoq qiladi. Lekin afsuski, ko'pchiligimiz shu narsani qilmaymiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizni kuzatib boringlar. Ya'ni bu yerda storytell formatda biz bu yerda gaplashyapmiz, bu yerda nimadir istoriyani aytib beryaptilar va o'zlaridan o'tgan narsani aytib beradilar. Biz uni kesib content formatda qo'yamiz. Storytell format qachonki zo'r ishlaydi, qachon klientingiz yoki o'zingiz kameradan gapirishga qo'rqadigan bo'lsangiz. Ikkinchi tomon bilan shunaqa qaraysiz, to'ringizda kimdir o'tkazib qo'yasiz, bu yoq tomonda kamera bo'g'iradi va bu yerda nimadir mavzularni tushuntirib bersangiz bo'ladi. Yoki ikkinchi tomon siz bilan chista suhbatlashib oladi. O'shanda sizning miyangizda stress yo'qoladi kameradan. Kameraga qarab o'tiradigan bo'lsa, har doim stress. Ikkilanadi, gapiryapmanmi, to'g'ri gapiryapmanmi, gapim noto'g'ri ketib qolmayaptimi? Millionta savol keladi, katoriyani uni video olishga qiynab qo'yadigan. O'shaning uchun sal bu yoqqa o'tirib qaraydigan bo'lsa, unda muammo bo'lmaydi. Kameraga bemalol gapirishda ham, kameraning stressini esdan chiqarishda ham va ochilib o'zini xarizmasini ko'rsatib berishga ham. Chunki bizda hozir bu temaga qaytamiz. Instagramning bitta muhim narsadan bittasi bizga xarizma, ya'ni odam qanaqa gapira olsa. Ya'ni biz hozir bilan bir 10 taga yaqin formatda ko'rib chiqdik misollar bilan va qachon, qayerda, nima holatda ishlatilishini ko'rib chiqdik misollar bilan. Va bu narsani men Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. O'sha yerda men o'tirib bemalol har bitta linkni ochib o'zingizlar ham qaytadan ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi biz tanlab olamiz, nimani akkaunt yurg'izamiz, nima yo'nalishda yurg'izamiz, nima kontent qilamiz va qaysi rubrikalar bizga muhim kerak. Ya'ni biz kameradan qo'rqamiz ham storytellda qo'shsak bo'ladi. Bizning ekspertligimiz muhim, ya'ni vayner, bloger qanaqadir prosta travelchi odam emasmiz ham, biz sohada haqiqatan mutaxassismiz ham. Bo'ldi, bizga ekspertimiz kontent muhim. 50 formatda biz olib chiqadigan mavzularimiz bormi? Bor. Demak, buni qo'shamiz. Savol-javob formatda bizda qiziq savollar bormi? Biz olib chiqsak bo'ladigan bor. Demak, u mavzularni olib chiqamiz. Ya'ni har bitta yo'nalishga bo'lib olishimiz kerak. Qaysi kontentlar bizga to'g'ri keladi, qaysi formatlar bizga to'g'ri keladi. Oldindan kelishib olishimiz kerak. Va undan keyin qiladigan 5 ta aniq ketma-ketligimiz bor. O'shalarni qilamiz. Birinchisi rubrika tanlash. Ya'ni men har doim rubrika tanlayotganda yo'nalishga qarayman va uni men qo'limda yozib chiqishga harakat qilaman. Ya'ni pul yo'qotishlari, razbor, ya'ni 50 format, o'sha aytgandek crash testlar, har xil sinab ko'ramiz, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, obzor, rezultatlar, ya'ni qancha turish, ya'ni pul bilan ulasha. Keyingisi mana rubrikalarni olinglar deb prosta xos video stop qo'yib o'zingizlarning formatingizga ko'rib chiqinglar. Qaysi men aytgan 10 ta rubrikadan qaysi biri sizga to'g'ri keladi yoki yo'q. Bitta olingda o'tirib xatib kamida 5 tasini yozib chiqing. Keyingisi o'sha rubrikalar bo'yicha referensda qaraymiz. Ya'ni referens qarashimizga oddiy yo'lni o'rgataman. Masalan, Instagramga kirdik, любой istalgan yo'nalishda referens topmoqchisiz. Masalan, aytaylik, Viza deb yozaman Instagramga. Nechtadir bu yerda viza bo'yicha akkauntlar bor. Mendan oldin kontent qilgan. Mendan oldin izlay qilgan. Mendan oldin nimadir yo'nalishlar qilib ko'rgan. Mendan oldin shu bozorda nimadir qilishga harakat qilib ko'rgan va men urib kiramanda har bitta yo'nalishga, men biz tanlagan rubrikamiz bo'yicha to'g'ri keladigan yo'nalishlar bo'ladigan bo'lsa, eng zo'r uchgan videolarni men yig'ib chiqaman. Mabodo agar bizda bunaqa akkauntlar bo'lmaydigan bo'lsa, mana publikatsiya bor. Ya'ni bir nechta viza bo'yicha publikatsiyalar bor, который uchga. Ko'ryapmiz, bu yerda hindcha chiqyapti. Nima qilaman? Xuddi shuni olaman, ruschasiga yozaman. Ya'ni viza emas, viza deb yozadigan bo'lsam, mana endi ko'rayotgan bo'lsanglar, kontentim chiqayotgan rekomendatsiya polni ruschaga o'rgan. Bir nechta men uchun tayyor shablonlar bor. Mendan oldin test qilib ko'rgan odamlar, men qiladigan ishim olaman deb ideya olishim uchun hammasini bitta joyga yig'ib chiqaman. Ya'ni biz formatlarni tanlab oldik, o'sha formatlar bo'yicha qaysi biri to'g'ri kelsa, hammasini olaman deb xuddi shunaqa ko'rinishda yig'ib chiqaman. Endi xuddi shunaqa ko'rinishda yig'ib chiqqandan keyin men o'tirib kontent yozaman. Kontent yozish ham qanaqa? Ya'ni oddiy formulasini o'rgataman. Unda ham sizlarga mana olaylik, istalgan yo'nalishda bitta kontent yozmoqchimiz. Pravo yo'nalishda kontent yozmoqchimiz. Kontentda mana bitta rubrikamiz bor. Bizda qonunlar bo'yicha, ya'ni yangi rubrika, ekspertni sistema, qonunlar, soha degani pravoni yaxshi tushunish uchun ekspertni rubrika. Nima qilaman men? Endi xuddi shu rubrikada, menda xuddi shunaqa rubrikadan 5 ta bor. 1, 2, 3,
4, 5. Masalan, bir oyda biz 30 ta kontent qo'ymoqchimiz. Mayli. Yakshanbani olib tashlagan holatda 25 ta kontent qo'yishimiz kerak. Meni qiladigan ishim har bitta formatga men 5 ta idea yozishim kerak. Misol uchun, qonunli ekspertlarni olaman deb men ChatGPT ga zaпрос beraman. Yoki men olib internetdan qarashim mumkin. Misol uchun, pravasiz mashina haydasa qancha shtrafga tushadi? Bo'ldi, bitta kontent. Yoki masalan, запрещенный знакdan pulli parkovkalarda pulim to'lamasam qancha shtraf keladi menga? Peshxod yo'l bermaganimda kameralar ishlashni boshlayapti. Menga qancha shtraf jo'natadi? Multiradarlarni qanaqa biz qonuniy tarzda atmay qilsak bo'ladi? Chunki ko'pchilik bu temani olib chiqyapti. Multiradar trexnoshkalarni qo'yib qo'yadi. Trexnoshkalardan kelgan shtraflarni qanaqa atmay qilsa bo'ladi? Ya'ni xuddi shunaqa tartibda men olamanda har bitta rubrikamga 5 tadan idea yozib chiqaman. ChatGPT bilan gaplashaman, Instagramda ko'raman va 5 tadan kontent yozib chiqqandan keyin men qiladigan eng asosiy ishlarimdan bittasi uni olamanda men Notion'ga tushiraman. Notion'ga uni formatlarga bo'lib tushiraman. Misol uchun aytaylik, boshqa любой bitta proyektni misolida ochib ko'rsataman sizlarga. Masalan, stilaj bo'yicha bizda nima bo'ldi ko'rayotgan bo'lsa, chap tomonda menda aniq huklar, ya'ni men videoni qanaqa boshlashim, qanaqa qiziq bo'lishini yozib chiqqanman. Keyingisi rubrikalar, ya'ni menda bu yerda yo'nalishlarni yozib chiqqanman. Qanaqa rubrikalarda biz kontentni qilamiz. Uchinchisi tekstda, ya'ni o'sha videoda biz nima tekstni gapiramiz, nima gapiramiz, nimani tushuntiramiz, nimani olib chiqamiz, u yerda detalli yozilgan va to'rtinchisi referenslar, ya'ni misollar. Ya'ni men birovning videosini misoldan olgan bo'lsam yoki qaysidir montajli misolga o'xshaydigan bo'lsa, o'sha yoqqa men referenslarni qo'yaman. Xuddi shunaqa tartibda siz ham qilib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni boshida biz mana bu yozib chiqqan mavzuni olamiz edi, bittasini prosta taxminan o'zingiz tushunishingiz uchun qo'shib ko'ramiz. Mana huk qanaqa? Ukam pravasiz mashinani haydab chiqib ketsa, qancha shtraf to'layman? Hammaga qizuvmi? Hammaga qizuv. Hammani pashi uchasiyo sinisi bormi? Bor. Ya'ni bu video bizdan tushunishimiz kerak, to'shda обеспеченный katta prosmotr yig'adi. Yangi formatimiz ekspertni ko'rsatib beradi. Ekspertlik deb yozamiz. Referensi bu yerda qaysidir linkni bersak bo'ladi, referens bo'lmasa va bu yerda bizni ochib beradigan asosiy mavzular bor. Bu yerda birinchisi shu oqibatlarni olib chiqadi. Ikkinchisi shtraflarni sanab beradi. Nechta minimalka berishi, ketma-ketligi bo'ladi. Ya'ni xulosa ketma-ketligi bo'ladi. To'shda shtrafdan ketishadi. Siz borib olishingiz kerak, boshqa narsa qilishingiz kerak. Oxirida xulosa bo'ladi. Ya'ni mash tartibda aytib beradigan bo'lsak, bizda uni yaxshi bo'ladi. Oxirida call to action bo'ladi. Ya'ni masalan, aytaylik, ukam mashinani haydab chiqib ketib gayiga tushadigan bo'lsa, qancha shtraf to'layman? Birinchi o'rinda o'zi harakat qilib ukangizga mashina bermasligi, lekin mabodo tushadigan bo'lsangiz, 10 minimalka sizga, 10 minimalka ukangizga yoziladi. Bu degani 20 minimalka shtraf to'laysiz. Lekin o'sha holatda mashina shtraf stankiga tiqiladi. Shtraf stankiga tiqilgan holatda borib turib gayidan to'lab, imенно o'zingiz borib mashinani olib ketishingiz kerak. O'sha holatda sizga mashinani berishadi. Shunga o'xshagan prava va qonun qoida haqida ko'proq ma'lumot olish uchun menga obuna bo'lib qo'y. Ya'ni mana sizga to'liq struktura. Men qanaqa boshlayapman, qanaqa mavzuni tushuntirib beraman, qanaqa xulosa beraman va qanaqa mavzuni tugatyapman. Call to action oxirida agar mana shunaqa ma'lumotlar haqida ko'proq mana shunaqa mavzu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun men sahifamga obuna bo'lib qo'y. Yoki ukasi bor, har doim mashinasini chiqarib ko'chaga olib chiqib ketadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Mana shunaqa tarzda men agar odamlarni harakatga undaydigan bo'lsam, ishonavering, ancha ko'proq prosmotr bo'ladi. Ancha ko'proq odamlar bir-biriga tashlaydi. Prosta o'zingiz uchun statistikada ko'ring. Mana bu yog'iga reels ko'radigan bo'lsangiz e'tibor bering. Qaysidir bloger qaysidir mavzuni boshlashdan oldin, videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib qo'ying, hojat aka deydigan bo'lsa, har doim o'sha videoda 50 mingtadan o'sha like bo'ladi. Yoki-da mana shu video boshlanishdan oldin kommentariyaga kimdir yozib keting, nimadir yozib keting deydigan bo'lsa, kommentariya har doim ko'p bo'ladi. Yoki-da mana shu videoni bir tanishingizga tashlab qo'ying, unga ham kerak bo'lib qolsa, har doim share, ya'ni bo'lishganlar soni har doim ko'proq bo'ladi. Call to action boshida berasizmi, oxirida berasizmi, har doim eng zo'r ish degan narsadan bittasi. Ya'ni biz bu yerda tushunib oldik, to'shda bizni ketma-ketligimizda qilish kerak bo'lgan narsalar. Birinchi o'sha rubrikalarga bo'ldik, ikkinchisi rubrikalarning ichida har bittasiga 5 tadan kontent yozib chiqsak, bizda 5 ta rubrikamizda 25 ta kontent bo'ldi. Endi o'sha yozib chiqqanlarimizdan olamizda shablonga tushiramiz, Notion'ga tushiramiz. Ya'ni aniq formati qanaqa boshlaymiz, qanaqa formatda bo'ladi, ichida qanaqa xulosalar bo'ladi, har bittasiga bo'la olish imkoniyatimiz bo'ladi. O'shani hisobiga biz o'zi shtonka payti umuman qiynalmaymiz. Bizda aniq 1 2 3 4 5 ketma-ketlik bo'ladi. Masalan, aytaylik, videoni qanaqa boshlashda qiynalyapsiz, ya'ni huk masalasida qiynalyapsiz. Xuddi shu huk masalasida qiynalayotgan bo'lsangiz, endi bizga ChatGPT har doim yordam beradi. Va undan oldin bitta logika bor, men qayta ishlataman. Ya'ni istalgan mavzuni kontent qilishdan oldin men bitta o'zimga savol beraman. Mana shu mavzuni 100 mingta odamga qiziq bo'lgan bo'larmidi yoki yo'q? Yoki mana shu mavzu 1 millionta odamga qiziq bo'lgan bo'larmidi yoki yo'q? Buni bilish oddiy filtr bor. Qaysidir mavzuni olaman, 10 ta odamga yetib ko'rsam, agar 10 ta odamdan 8 tasini e'tiborini ushlab qolasam, demak bu mavzu qiziq. Demak men boshlanishni yaxshi boshlayapman u mavzuni. Boshlanishda gapirayotgan gapim yaxshi bo'ldi. Endi u narsani o'zimiz filtr qila olsak, o'zimiz filtr qilishimiz kerak. Yoki agar o'zimiz filtr qila olmasak, u kimlardan so'rash kerak. So'rash kerak degani biz ChatGPT dan so'rasak bo'ladi. Misol uchun, bo'ldi, bitta mavzuni oldim, endi men aytaman. Shu mavzuni menga 5 xil 1 millionta odamni birinchi 10 sekundda ushlab qoladigan huk
variantlar ber, ya'ni variantlar ber. Menga bir nechta variantlar berdiman. Imенно mana shu mavzuda menga hozir 5 xil huk beradi. Birinchi variant, ukam mashinani haydab chiqdi, gai to'xtatdi. Men qancha pul to'layman, bilasizmi? Ya'ni men o'zimni gapirib bersam, bu narsani bitta huk beryapti. Okey. Ikkinchisi, agar ukangiz pravani olmagan bo'lsa, mashinangizni haydasa, bitta xato sizga 1000 summaga tushadi. Ikkinchi huk, ya'ni bu ham qizuv bo'lishi mumkin. Keyingisi, uchinchisi, ukam mashinani olib chiqib ketdi, gai ushadi. Jarimani kim to'laydi? Ukam yoki men. Bu ham qizuv mavzumi, qizuv huk. Bo'ldi. Keyingisi, to'rtinchi variant. Bir kechada 5 million so'm yo'qotgan odam bilasizmi? Sababi ukasi mashinasini haydab chiqib ketgan va gaiga tushgan. Ya'ni storytell format. Ya'ni buni ham olib chiqsa bo'ladimi? Bo'ladi. Beshinchisi, ukam ushashdi, lekin jarimani menga oshdi. Bu qonuniymi? Ya'ni keyin bo'lgan holatda aytib beradi va oxirida xulosa qilib turib odamlarni call to actionga yo'naltirib yuborsa bo'ladi. Ya'ni istalgan yo'nalishda hukni shunaqa qilsanglar bo'ladi. Istalgan yo'nalishda ChatGPT sizlarga hukni yozib bera oladi. Prosta zaprosni to'g'ri beringlar. Zaprosni biz nima deb berdik? Men mavzuni oldim, aytdim. Shu mavzuni menga 5 xil variantda 1 million odamni birinchi 10 sekundda ushlab qoladigan qilib, hukka variantlar berdim, ammo menga haqiqatan 5 ta hukni ishlatsam bo'ladi. 5 ta hukni qaytadan ishlatib turman, probni rejimida ishlatadigan bo'lsam, men uveraman 5 tasi ham zo'r prosmotr yig'adi. Kamida tushunishingiz uchun bir 10 mingta auditoriya olib qo'yib qo'ysam bo'ladi. Blog o'zida va necha millionta prosmotr tashisa bo'ladi. Eminda mana shu huklarni o'zida. Hukda bizda ikkita filtr bor ekan. Birinchisi, o'zimizga o'zimiz savol beramiz. Senga foydalanuvchi sifatida o'zing Instagramga kirganingda mana shunaqa video boshlansa qiziq bo'lgan bo'larmidi yoki yo'q degan savol. Agar o'sha holatdan filtringiz yaxshilamayotgan bo'lsa, prosta kiringlar ChatGPT ga o'sha narsalarni bering. ChatGPT o'z sizlarga zo'r filtr qilib beradi. Keyingi savol, masalan, hukni zo'r qildik, zo'r odamlarning e'tiborini ushlab qola oldik. Endi undan keyingi narsa o'sha e'tibor oxirigacha usha olamizmi yo'q? Chunki biz boshida gaplashdik, Reels bizda 51% dan ko'proq odam ko'rish kerak. Bu degani huk bizda 50 sekundlik Reels'imizdan 10 sekund huk bo'ladigan bo'lsa, yana bizda hali gruba gavra 20 sekund bor ushlab qolishimiz kerak bo'lgan. O'shaning uchun men oddiy struktura beraman. Istalgan yo'nalishga adaptatsiya qilsanglar bo'ladi. Kontentda bizda bir nechta частиga bor. Birinchisi huk, ikkinchisi mavzuni ochib berish. Ukangizga mashinani bermay, yaxshi shtrafga tushdi, bo'lmasa avariya bo'lib ketish ehtimoli ham bor edi, ya'ni undan qimmatroq tushish imkoniyatingiz ham bor edi, degan narsani olib chiqib bersangiz bo'ladi. Mavzuga chuqurlashish, ya'ni buni holati chuqurlashsa ham bo'ladi. Yechim, ya'ni nima yechim beryapti yoki nima xulosalar bo'lyapti o'sha mavzudan. Masalan, qancha shtrafga tushadi, qancha minimalka to'laydi, gai nima ketma-ketlikda harakat qiladi, uni mashinasi bilan nima bo'ladi, ukasi bilan nima bo'ladi, aniq 1 2 3 4 ketma-ketlikni sanab beradi. Va bu ketma-ketlik odamlarga qiziq va boshdagi huk bilan bu aniq o'linadi. Xulosani boshda berdik, xulosani oxirida bersak bo'ladi. Ya'ni siz xursand bo'ling, to'shda 20 minimalka bilan qutulayotganingizga eng yomon holatda o'sha mashina bo'lib ketishi mumkin yoki ukangizdan ayrilib qolishingiz mumkin edi agar mash ketma-ketlikni yoki mashinani haydab chiqib ketganini hisobiga. Keyingisi bizda call to action, ya'ni shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar olish uchun bizning sahifaga obuna bo'lib qo'ying. Ya'ni bitta mavzuni biz to'liq yoyib berib, uni xulosa berib yopib berishimiz kerak. Istalgan yo'nalishda xuddi shunaqa. Masalan, nima mavzuni olaylik. Mana bitta mashina bor ekan. Nimaga men 20 yoshimda 57 ming dollarga men mashina sotib oldim? Zo'r huk, что yosh hisoblanadi, 57 ming katta summa, mashinani ko'rsatamiz. Ya'ni uchta bizda ushlab qoladigan показатель bor. Keyingisi men aytaman, 20 yoshimda nimaga men 57 ming dollarga mashina sotib oldim? Men tushuntirib beraman. Mashina men uchun har doim energiya berib kelgan. Mashina men uchun har doim energiya berib kelgan va men taxminan 60 ming dollar atrofida mashina olishim kerak bo'ldi. Men o'yladim, men motorli mashina olmoqchi bo'ldim, lekin 60 ming dollarga eski haydalgan mashinadan tashqari boshqa yaxshi motorli mashina topaman. O'shanda menda ikkita variant bor edi. i4 yoki i5. i4 men urilgan hisobiga olgim kelmadi va o'shaning uchun i5 variantini ko'rdim va 60 ming dollarga yaqin mashinani i5 sotib oldim. BMW, lekin motori ham motori. Lekin xulosaga o'tamiz. Keyingi safar niyat qildim, men motorli mashina olishni va undan yana ko'proq energiya olishi. Lekin mana shu mashinamni o'ziga ham xaridimga hech qachon ustanmayman. Agar xuddi shunaqa Instagram haqida ko'proq ma'lumot olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta temani ochib yoyib berdim. Bitta tema, nimaga men 20 yoshimda unaqa mashina olganim, undan oldin menda qanaqa qarorlar qabul bo'lgani, undan oldin menda qanaqa etaplar o'tgani va nimaga men men shu narsaga to'xtalganim va xulosa va oxirida call to action. Bitta mavzuni biz ochiqchasiga yoyib berdik va odamlarga fikrlarimizdan to'g'ri yetkazib berdik. Keyingi etapda hamma narsa tayyor. Kontent ko'rdik, huk ko'rdik, format topish ko'rdik, hamma narsani ko'rdik. Bizda keyingi etapi nima? Syomka belgilashimiz kerak. Syomkada endi o'sha narsani realizatsiya qilishimiz kerak. Klientimiz bilan yoki o'zimiz bilan. Syomka belgilashdan oldin biz lokatsiyadan kelishib olishimiz kerak. Oldindan biza yozgan mavzular qanaqa lokatsiyaga to'g'ri keladi. Misol uchun aytaylik, men zalda trener bo'ladigan bo'lsam, men studiyaga o'tirib kontent olishim men uchun aniq ahmoqlik. Chunki men zalda o'tirib turib qanaqa 100 kilo jimlyoja ko'tarishni o'rgata olmayman. Yoki men doktor, plastik xirurg bo'lsam-da, zo'r studiyaga o'tirib olib qanaqa odamlarni to'g'ri operatsiya qilish haqida men gapira olmayman. Mani fonim orqada operatsionniy fonida. Mani fonimda men обязательно holatda bo'lishim kerak. Mani fonimda обязательно men doktorligim odamlar cho'zib qilib turish kerak. Trener bo'ladigan bo'lsam, men
Mani обязательно kamida mayka kiyib olishim kerak yoki futbolkada o'tirishim kerak. Nimaga? Qo'llarim kattaligini ko'rsatish uchun. Orqada zal atmosferasi hidi kelib turish uchun. Syomkada eng muhim narsa biz yozgan formatlarimiz bo'yicha lokatsiyalarni kelishib olish. Bo'l, o'sha lokatsiyalarni biz oldindan kelishamiz, oldindan planirovka qilamiz va endi bizda eng qiyin moment biza kelishib olishimiz kerak, qanaqa struktura bo'yicha syomka lokatsiyada biz harakat qilamiz. Misol uchun, syomkada biz har bitta kontentni zo'r ola olishimiz uchun bizda определенный bo'lish kerak bo'lgan narsalar bor. Bu videoni qanaqa boshlashimiz aniq bo'lish kerak, mavzuni qanaqa ochib berishimiz aniq bo'lish kerak. Undan keyin xulosa, o'sha mavzuga biz qanaqa xulosa beramiz va call to action, ya'ni biz odamlarni qat'iy o'tkazamiz. Bizga nima muhim? Bizga sotuv muhim bo'lsa, biz odamlarga aytamiz, o'sha mahsulotni sotib olish uchun bizga telefon qil yoki kommentariyada meningiz qoldir. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Yoki bizga agar prosmotr muhim bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoga like bosing, tam obuna bo'lib qo'ying. Bizga share muhim bo'ladigan bo'lsa, o'sha video massaviy tarqaladigan bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz aytamiz, shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying yoki YouTube'ga jo'natib qo'ying degan call to action'ni beramiz. Ya'ni mana shu 4 ta strukturani olasizda, Notion'ga mana bu tekstli formatda tushirasizlar. Hammasini tushirib olganingizdan keyin biz o'zi aniq gapira olamiz, aniq ketma-ketlik syomkani tezroq o'tkaza olamiz va syomkada maksimalni ko'proq kontent olish imkoniyatimiz bo'ladi. O'shandagina ham klient ham zo'r komfortni o'zini chustut qiladi, operatorlar ham kamroq ishlaydi va o'zingiz ham mazza qilib kontent qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi savol, men обязательно shunaqa zo'r lokatsiyalarda, zo'r kontentlarda, zo'r kameralarda syomka qilishim kerakmi degan narsa bor. Yo'q. Agar siz oddiy masalan influencer bo'ladigan bo'lsangiz, kamerani olasiz, oddiy life hack, hatto eng yomon holatda kimingizni bunday olib artib tashlaysiz kamerani, to'shda har doim kir bo'ladi va o'tda 0.5 ta olib turib, любой mavzuni olib chiqib bersangiz bo'ladi. Storytel olib chiqamiz, mana boyagi face to face kamera. Masalan, olmanda bir kun oldin ukam gayiga tushib qolish, straka tushdi, necha pul shtraf to'ladim. Bo'ldi, 0.5 ta olmanda yurib gapirib beraman o'sha mavzuni. Kim meni urishadi? Kim meni yomon ko'radi? Kim meni hate yozadi? Telefonda 0.5 ta kamera olishingiz bu qo'rqinchli narsa emas. Shablon yo'q, siz обязательно zo'r kamera chaqirishingiz kerak, mana bunaqa studiyalar qilishingiz kerak, qimmat obro'ni olib kelishingiz kerak degan hech qanaqa anaqa yo'q. Naborot, Instagram soddaligiga qarab ketyapti. Qancha sodda bo'ladigan bo'lsangiz, qancha siz oddiylik va samimiylik bo'ladigan bo'lsa, o'shanda zo'r kontentingiz tushadi. Agar xos sharoitingiz bo'lmayotgan bo'lsa, shuncha mavzuni ko'rgandan keyin ishlatishga, voy, mana endi kameram yo'q, mana shu yerda men endi ishlatmayman deydigan bahona bo'ladigan bo'lsa, oddiy misol 0.5 ta kamerada oling va o'zingiz o'sha mavzu haqida juda ham katta yoyib bering. Istalgan olingda kamera bo'yicha ishlashni boshlang. O'shani o'zi sizni blog boshlashingizga yetarlicha yetadi. Endi zo'r kontent yozdingiz, zo'r syomka qildingiz, hamma narsani zo'r qildingiz. Endi eng oxirgi etaplari bizda montaj. Agar montajimiz oddiy, sodda va hech kimga qiziqmas bo'ladigan bo'lsa, biz umuman yaxshi katta ahvatda niyat qilmasa ham, kutmasa ham bo'ladi. Bunga bitta zo'r misol aytaman. Misol Ustoz Fathiy bizdan oldin klientimiz, eski akkauntlari 750 ta podpishkalari bo'lgan. Bitta mavzuni olib chiqqan. Eng katta mavzular 15 mingta prosmotr qilgan. Xuddi shu mavzuni biz qaytadan ishlaganmiz. Birinchi bularni montajlarini ko'ramiz va bular olib chiqqan mavzuni ko'ramiz va именно shuni biz qaytargan mavzuni ko'ramiz. Bugun sizlar bilan hoji akalarga kerak bo'ladigan so'zlarni o'rganamiz. Demak, harom xodimlari sizga arab tilida gapirganda ular nima deyotgan bo'ladi? Ba'zi bir so'zlarni ko'ramiz. Yalla ya haj. Yalla ya haj, bo'la qoling hoji aka degani. Ya'ni xuddi shu mavzu, ya'ni umraga borganda qanaqa so'zlarni ishlatish kerak va qanaqa so'zlarni tarjimasi qanaqa bo'ladi. Именно Ustoz Fathiy 75 ming auditoriya yig'ib berganmiz 3 oy davomida va mashinga eng boshda men shu mavzuni ko'rganimda aytganman. Okey, ishonasizmi, ishonmaysizmi? Xuddi shu mavzuni olamiz, qaytaramiz. Просто to'g'ri qilganimizdan hisobiga bizdan uvereni aniq 1 million prosmotrimiz bo'ladi deganman. No, bizda uvereni bu yerda 2-1 million prosmotr bo'lgan. Umra yoki hajga borganingizda o'tda ba'zi bir xodimlar gapirayotgan gaplarni shu videodan keyin tushunib olasiz. Yalla ya hajji. Yalla hajji. Yalla hajji. Bo'la qoling hoji aka degani. Guddami haj, oldingi hoji aka degani. Bu fushada quddam deyiladi. Tariqi haj. Yo'l bering hoji aka degan. Vara ya haj, vara orqaga yuring degan ma'noni anglatadi. Mamnu mumkin emas degan. Yaxshi niyat qilib umra yoki hajga bormoqchi bo'lgan odamga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu yerda biz o'zgartirgan narsa ikkita. Birinchisi strukturani o'zgartirganmiz. Ya'ni anta juda ham ko'p kerak emas gaplar bo'lgan va kerak emas qiymatsiz gaplar bo'lgan va boshini o'zidan e'tibor ushlab qolmaganmiz. Bu yerda biz montaj o'zida boshda bolacha ketyapti, umrada sudrab ketishayotganda, bu yerda tekst ketyapti va bu yerda tepada video va pastda video, ya'ni 50 format to'lab o'rganamiz. Ya'ni ham ekspert o'zi ham ko'rinadi, ham bu yerda o'sha harom xodimlari qanaqa nima gapirayotgani ko'rinadi. Va o'sha narsani o'zi bizda 2-1 million prosmotri ega bo'lishimizga yordam bergan. Yo'g'ida istalgancha misol keltirib
aytib bera olaman. Zo'r kontent bo'lishidan qat'iy nazar, montaj yomon bo'lgani hisobiga yoki montajda to'g'ri ishlamagani hisobiga o'sha kontent hech qachon tushmaydi. Yoki sal kontent o'rtacharoq bo'lganda montaj bilan yopib ketsa bo'ladigan holatlar juda ham ko'p. O'shaning uchun men sizga montaj bo'yicha cheklistim bor, qo'llanmam bor. Montajyor bilan ishlayotganda nima vazifa berasiz unga, nimalarga e'tibor berasiz, qanaqa strukturada siz bersangiz montajyor to'g'ri tushunadi va sizga uchadigan formatda qilib beradi. 9 ta punkt bor. Shu 9 ta punkt bo'yicha unga montajga tezda beradigan bo'lsangiz, ishoning, uverin, ya'ni montajyor hech qachon sizga qaytadan yana mana buni o'zgartirib ber degan narsa bilan aloqaga chiqmaysiz. Bir marta berasiz, bo'ldi, o'sha bo'yicha sizga zo'r montaj qilib beradi. U narsani yana qisqasi Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanalimning linki har doim pastda bo'ladi. O'sha bo'yicha olsangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, biz istalgan kontent qilishimizdan oldin faqatgina algoritm zo'r tushar ekan, biz zo'r mashina qilsak zo'r million prosmotr yig'ar ekan emas, o'zi odamlarga qanaqa manfaat beraman, odamlarga rostdan shu mavzu qiziqmi, odamlarga qanaqa darajada foydam tegadimi, yo'qmi degan savol ham oldimizga qo'yadigan bo'lsak, ancha interesnroq bo'ladi va ancha o'zimizga ancha uzoq muddatda ham manfaatli narsalar bo'ladi. Reels shunaqa narsaki, istalgan mavzuda, istalgan yo'nalishda, istalgan odamga xuddi shu men bergan ketma-ketlik bo'yicha uchirsangiz bo'ladi. Xuddi shu men ketma-ketlik berganim bo'yicha zo'r qiladigan bo'lsa, ishonavering, ya'ni 1-2 oyda bemalol 10 mingta, 20 mingta auditoriya easy yig'ib tashlaysiz bo'ladi. Juda ham oson yig'ib tashlaysiz bo'ladi. Faqat biz uni sifatli yig'ishimiz kerak. Sifatli bizda nima? Bo'lar bo'lmas narsani bermasligimiz kerak, yomon narsani olib chiqmasligimiz kerak, yomon yo'nalishlarni biz zo'r ko'tarib bermasligimiz kerak va ekspertman, sohada mutaxassis bo'lmagan odam prosta olib chiqib mediaga boshqalarning ishonchi bilan suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Mana shunaqa narsalarga fokus beradigan bo'lsangiz, xudo xolasa, ishonavering, yaqin 1-2 oy ichida zo'r kontent maker bo'lib ketasiz. Oxirida video foydali bo'lgan bo'lsa, bizni umumiy Reels bo'yicha o'lishadigan narsani bir tushunish uchun 100% dan bir bilmayman, bir 5% ni menimcha bo'lishdik katoriyani. Juda ham qiziq bo'lardi yoki qanaqadir ko'p mavzuni yuzaki yoritib berishimizga to'g'ri keldi. Nimani hisobiga? Bizda vaqt chegarasi bor. Ya'ni biz 1 soatda tan olish kerak. Biz 2 yildan beri qilayotgan ishimizni xohlasa ham yoritib bera olmaymiz. Agar siz ekspert bo'lsangiz, sohada mutaxassis bo'lsangiz yoki media ichida mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz, bizda sizga zo'r taklifimiz bor. Bizda Reels 2.0 offline potok ochilish arafasida, xudo xolasa apreldan boshlanadi. Bu bizda to'liq Reelsda qanaqa algoritm ishlaydi, qanaqa biz razbor qilamiz, qanaqa biz Reelsdan uchirsak bo'ladi, qanaqa biz obunachi yig'amiz va qanaqa bu obunachilar orqali biz monetizatsiya qilamiz. Ya'ni klient olsak bo'ladi, sotuv qilib bersak bo'ladi va media mutaxassislik odamlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqa klientlarga zo'r rezultat qilib, ularni o'zi qimmatroq loyihaga sotish bo'yicha to'liq o'tda razbor bo'ladi. Offline potok qanaqa? 1,5 oy davom etadi va har yakshanba shaxsan o'zim bilan offline razborlar bo'ladi. O'tgan safar ham har yakshanba 4 soatga yaqin offline razbor qilganmiz, har bitta odam akkauntlarini ko'rib chiqqanmiz, har bitta odam yo'nalishlarni berganmiz. Tushuninglar, tabiiy holatda agar biz bilan ishlayman deydigan bo'lsanglar, oyi kamida 5 mingdan eng kamida 3 oylik do'g'ri asosida ishlashingiz kerak. Lekin bu offline potokda siz imенно mana strategik narsalarimni, imенно strategik biz ishlatayotgan narsalarni va biz sizga imенно shaxsan yordam berishimiz har yakshanba workshopda to'liq o'tadi va har yakshanba biz tomonidan to'liq aniq ketma-ketlik nima qilish kerak, qanaqa qilsangiz blogingiz yuradi, qanaqa qilsangiz mediada o'zingiz o'rningiz bo'ladi, qanaqa qilsangiz tezroq o'zingiz shaxsiy brendingiz ko'tariladi, qanaqa qilsangiz Reels orqali zo'r sotuvlar qilasiz, har bittasi ochuvchasiga to'liq razbor formatda bo'ladi. Va bu Reels 2.0 offline potokimizga yozilish uchun prosta qayerdadir pul to'lang, kartamizga pul tashlab qo'ying degan narsa yo'q. Pastda Google forumda link qoldiramiz, linkka kirasiz, har bitta savol-javoblar bor. Kirib o'sha savol-javoblar bo'yicha o'zingiz ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Men o'qib chiqaman va o'tda filtrdan chiqqan odamlarni birga bir konsultatsiya bo'ladi. Ya'ni onlayn formatda o'tiramiz, birga bir konsultatsiya qilamiz va konsultatsiyada ko'ramiz, qanchalik o'zi bu produkt sizga to'g'ri keladi yoki yo'q, qanchalik sizning muammolaringizni hal qiladi yoki yo'q va qanchalik bu narsaga kerak yoki yo'q, o'sha momentda ko'rib chiqamiz. Kerak bo'lmasa o'sha paytda rozilik bilan xayrlashamiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa, produktni chuqurroq ochib berish imkoniyati va narxlari va boshqa masalalar bo'yicha tanishtirish imminni o'sha birga bir sazonda bo'ladi. Tushunishingiz uchun birinchi potokimizning o'zida nechta odam o'qiganidan qat'iy nazar 96% MPS bo'lgan. MPS nima deydigan bo'lsa, 96% biz aprosing o'tkazganmiz, bizani tavsiya qilishga rozi bo'lgan va produktdan rozi bo'lgan insonlar bor. Ya'ni birinchi potokda biz konkretni test qildik. Bu produktda o'zi haqiqatan foyda beradimi, odamlar manfaat oladimi, olmaydimi degan narsa bizani ham juda ham katta o'ylantirdi. Maksimum harakatimizni qilganimizdan o'zida 100% dan 96% bizda MPS bo'ldi. Bu juda ham katta ko'rsatkich degan. 96 pasti 10 ball degan. 5 dan 10 degan pasti 10 ga yaqin ball degan. Agar siz ham xudo xolis qo'shiladigan bo'lsangiz, o'zingizdan bu narsaga qaytadan baho berish imkoniyatingiz bo'ladi va qaytadan chuqurlash imkoniyatingiz bo'ladi. Darsga o'smoqchi bo'lsangiz, darsga rivojlanmoqchi bo'lsangiz, mashqda berilgan ma'lumotlar menga juda ham foydali bo'ldi va ko'proq o'rganmoqchiman, mashq sohaga chuqurroq kirmoqchiman deydigan bo'lsangiz, aynan bu ikkinchi potokimiz aynan siz uchun. O'shaning uchun pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting va обязательно Telegram kanalimizga ham ulanib olishni tavsiya qilaman. Bugungi katta darsida har bitta materialni men Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Uni ham linki pastda va qo'shimchasiga Reels 2.0 offline potokimizga yozilish uchun uni ham linki pastda Google Docs, uni ham kirasiz va o'zingiz ma'lumotlaringizni to'ldirib chiqish esingizdan chiqmasin. Chunki shaxsan o'zim har bitta odamga aloqaga chiqib, har bitta odam bilan birga bir miting qilamiz va o'sha yerda ham ishonavering, aniq manfaat olasiz, kursga yozilmaydigan bo'lsangiz ham.